Mana keyingi qiladigan ishimiz hisob kitob orqali chiqaradiganimiz yashiruvchiga. Hisob kitob orqali chiqaramiz buni. Hisob kitob orqali. Mana bu 18-si bo'ladi, shunda 18-o'lcham bo'ladi. Bu proyma kenglik. Proyma balandlik olganmiz manekendan. Lineyka orqali, egiluvchan lineyka orqali olgan edik, esingizda bo'lsa, kimda unaqa yo'q bo'lsa, kardondan ham qilsa bo'ladi degandim. Proyma kengligini olishimiz uchun biz u manekenda o'lchanmaydi, klientda o'lchanmaydi. Buni hisob kitob orqali qilamiz. Buning uchun o'sha proyma kenglik, mana shirina proyma bo'ladi bu. Shirina proyma, mana shu bir. Bu teng bo'ladi nechiga? Bu обхват грудь bor, ko'krak aylanasi 92 edi. Shu обхват грудьni mana formulasi обхват грудь bo'lingan 10. Bu degani 10dan 1 qismi, mana. обхват грудь 10dan 1 qismi olinadi. Bunga qo'shamiz 1dan 2gacha. Xohlasanglar 1,5, 1,3, 1,8 qo'shsa bo'ladi. 1 o'zini qo'shsa bo'ladi. Mana barobar ko'rinyapti. Mana barobar necha mana. Agar kalkulyatorda hisoblaydigan bo'lsak, 92 ni bo'lamiz 10 ga. 9,2 chiqdi mana. 9,2. Mana bunga qo'shamiz endi 1. 10,2. 10,2. Biz buni yaxlitlaveradigan bo'lsak, 1 emasda 1,3 qo'shsak ham bo'ladi. Shunda 10,5 chiqadi. O'lchash uchun, osonroq bo'lish uchun-da bu. Mana shunaqa qilib, biz mana davomi mana barobar pastga oldim. Mana barobar mana bu yerda qoluvdi. Buni yarmi pastga o'tadi sig'maganda. Demak, 92 ni обхват грудьni, mana обхват грудьni 10dan 1 qismini oldim. обхват грудь 10 ga bo'lingani mana bunaqa hisoblanadi. Bunga 1dan 2 gacha bo'lgan son qo'shiladi. Men 1,3 qo'shdim mana. 92 ni 10 ga bo'lsak 9,2 chiqdi. Kasrli sonda bu qizlar. Mana bunga qo'shamiz 1,3. Men aytdim-ku, men bu 2 bo'lgani uchun 3 qo'shib 5, 0,5 ga aylantirib oldik dedim mana. 10,5 chiqadi shunda. Andaza chizayotganimizda 10,2 ni qo'yib 2 mm noto'g'ri qo'yib qo'yishingiz mumkin-da, o'shaning uchun 10,5 qilib olgan yaxshi deb aytibman. Chunki 2 gacha qo'shsa ham bo'ladi-ku, 1 qo'shsak ham bo'ladi, 1,5 qo'shsak ham bo'ladi, 1,3 qo'shsak ham bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, bu hisob kitob proyma kengligini oldik. Endi biz bo'yin kengligini hisob kitob orqali chiqarib olamiz. Mana bo'yin kengligi 19-si. Bu bo'yin kengligi mana. Bo'yin kenglik. Shirina sheya bo'ladi. Shirina sheya. Zadi mana. Orqa tomondagi bo'yin kenglik. Xo'p, bu nimaga teng bo'ladi? Bu обхват грудьda yarmi bor-ku mana, yarmi. Bu razmer hisoblanadi, yarmi. Ko'krak aylanamizni yarmi doim razmer bo'ladi. Mana R deb yozib qo'yganman. Bu razmer. Xo'p, shu обхват грудьda yarmi mana. Buni bo'lamiz 10 ga. Demak, tushundinglar qizlar? обхват грудьda yarmi 46 edi. Buni 10 ga bo'lamiz. Keyin qo'shamiz. Unga ham 1,5 yoki 2. 1,5 yoki 2. Shunda hosil bo'ladi bizda обхват грудьda yarmi mana 46. 46 ni bo'lamiz 10 ga. 4,6. 4,6 ga biz 2 gacha bo'lgan sonni qo'shishimiz mumkin-ku. 1,4 qo'shib qo'ysak, butun son chiqadi mana. Bunga qo'shamiz 1,4 mana. 6 chiqar ekan. 1,4 menimcha kam. 1,5 dan 2 gacha qo'shilsin deyilyapti-yu. 1,5 2 ni qo'shaveramiz qizlar. Xo'p. Bir yarim yo'q ekan. Uzr, adashib ketdim, boshqasiga adashib ketdim. Demak, 46 ni 10 ga bo'lib olamiz, 2 qo'shar ekanmiz. Shunda bizda 46 ni 10 ga bo'lsa 4,6 chiqadi. Unga
unga 2 ni qo'shsak 6/6 bo'ladi. Mana 4/6 ga qo'shamiz 2 ni barobar 6/6. Demak 6,5 bo'yin kengligi orqa tomon.